Assalomu alaykum Shohjahon ustoz. Biz sizni yaqinda bo'lib o'tgan mana shu kimyo fanidan erishgan milliy sertifikat natijangiz, ya'ni A+ natijangiz bilan chin dildan tabriklaymiz. Va siz ushbu natijaga qay darajada erishdingiz va bu natijaga erishish uchun qancha vaqt sizda o'sha bilim talab qildi desak to'g'riroq bo'ladi. Avvalambor assalomu alaykum, rahmat e'tiborlaringiz uchun. Endi milliy sertifikatni A+ darajaga erishish uchun qattiq mehnat qildim, juda ham ko'p ishladim desam bo'ladi. Lekin bu avvalambor hammasi Allohdan. Alloh taolo nasib qilgan ekan, mana shu darajaga erishdik. Endi bu darajaga erishish uchun hamma ham mehnat qiladi. Hamma mehnat qiladi. Endi natijasi Xudodan avvalambor. Xudo nasib qilgan ekan, bizga shu narsa berildi. Rahmat. Test jarayonida o'sha masalalarni yechishda savollarni qiyinchilik, osonchiligi sizga unchalik muammo tug'dirmadimi? Endi masalalar darajasiga keladigan bo'lsak, davlat test markazida mana bu oliy ta'lim muassasasiga kirish uchun 3 bosqichli 3 ta darajali testda tushsa, endi milliy sertifikatda 5 ta darajali qiyinlikdagi masalalar tushadi. Endi avvalambor vaqt masalasi, masalalar og'ir savollar, vaqt kam, endi tezroq, tezkorlik bilan ishlashga to'g'ri keladi. Harakat qildik hammasiga. Yaxshi. Mana shu natijalarni, siz kabi natijalarga o'quvchilar ham erishish uchun asosan nimalarga e'tibor berish kerak va o'sha yoshlarimizga, qisqacha qilib aytganda yoshlarimiizga o'zingizda bu maslahatlaringiz mana shu daraja sertifikatga erishish darajasigacha bo'lgan yo'llarni haqida bir qisqacha bir yoshlarga ta'rif berish, aniq bersangiz, maslahat bersangiz. Endi bitta haqiqatni aytmoqchiman. O'quvchini olim darajasiga chiqara olmaydi. Murabbiy sportchini professional darajaga yetkaza olmaydi. Trener ham xuddi shunday. Atletni muskulist qilib katta kachok qila olmaydi-da. O'quvchi ham xuddi shunday. O'zini ko'zlagan maqsadiga erishish uchun avvalambor o'zi mustaqil harakat qilish kerak. O'qituvchining ishi faqat unga to'g'ri yo'nalish berish. Biza hamma o'qituvchilar ham xuddi shunday, men kabi o'quvchilar yo'nalish ko'rsatadi. O'quvchilar agar dangasalik qilmasa, o'zi ustida ko'proq ishlasa, mustaqil ishlasagina o'zi ko'zlagan niyatiga yetadi. Shuning uchun faqat tinimsiz mehnat qilish kerak, bo'ldi, tamom. Men o'ylaymanki, bu o'sha siz aytganingizdek, o'sha o'quvchilarni izlanishi va o'sha o'qituvchi ustoz tomonidan doim nazoratda bo'lib va o'sha doim shu bilimlarni mustahkamlab borsa, bu natijalarga erishishi bo'ladi. Deylik, eng yaxshi o'quvchi ham, eng o'sha bilimi yaxshi bo'lib turgan o'quvchilar ichidan taxminan deylik, o'sha qancha muddatda deylik, o'sha shu sertifikatga, ya'ni o'sha A darajagacha erishish mumkin bo'ladi. Ya'ni qancha vaqt talab etamiz, o'sha qisqacha, ya'ni o'quvchilardan savol tushishi mumkin, чтобы ya'ni biz agar tayyorlansak va shu natijaga erishmoqchi bo'lsak, qancha vaqt talab etadi? Endi vaqt masalasiga keladigan bo'lsak, o'ta qobiliyatli o'quvchi ham kimyo fanini to'liq o'rganish uchun 1 yil kamlik qiladi. Endi sertifikatda A darajaga erishish uchun meni fikrimcha 2 yil kerak-da. 2 yil, ha. 2 yil chuqur mehnat qilsa, erishadi nasib qilsa. Yaxshi, menimcha biz o'ylaymizki, bu natijadan keyin to'xtab qolmaysiz. Yanada yangi va yaxshi natijalarni qilishingizga ishonamiz va umid bog'laymiz. Xudo xolasa, kelajakdagi ishlaringizga hammasiga jamoamiz nomidan zafarlar tilab qolamiz. Yana bir bor g'alabalar muborak bo'lsin. Rahmat.